Davamı, hürmetlik vatandaş, bugün sizlere 2021 yıl 6. ayının 10. günü. Şuna Xoyaban aynı çağda muşu makalını tasdiqlagan, tekşürgen, tahrirligen, ilan qilishni bekitgan, tasdiq salgan bir halqılık adam, rəhbərlərin içindeki bir halqılık adam. Bugün Xoyabanın vafatı, keyin Xoyabanın vafatı 89-yılı Tiananmen meydan o'quvchilar hareketini keltirib chiqargan Jungo'nun bir rəhbəri. Konu makalının arx görünüşü Mavzudong iddiasini inkar qilish ve medeniyet inqilabı qarıştırış idi. Demek şu vaxt medeniyet inqilabının ahirki devri, şu vaxt bunun ilan qilinishi haqiqatan şu çağda bizga bala vaqtimizga şiddetlik dolqun qo'zg'agan vaqtlar edi. Şiddetlik dolqun. Jungo'nun ziyolileri şu kuni o'tirg'i chiqib bir gap qilib, 57-yillik 10-yillik qarıştırış keyinki Xoyaban davrida yani o'tirg'i chiqdi-ku bu. Qarıştırış ve onundan burunqi bastırış hareketleriga Jungo hükümetinden hesap algandak bir vaziyet şekillengen edi vatandaş. Konu makalının arx görünüşü Mavzudong iddiasini inkar qilish ve medeniyet inqilabı qarıştırış idi. 1976-yılı 10. ayda 4 kişilik guruh aldırıldı. 10 yılgacha davamlaşkan medeniyet inqilabı ahırlaştı şu vaqtda. Bütün memleket halkının özgürlük istigi bar idi. Jungo Kompartiyasi iddia siyaset teşkili her qaysi sahalarda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Şu vaqtda Jungo Kompartiyasi iddia siyaset teşkili her qaysi sahalarda men qo'shib qo'yay, milliy siyaset sahasida texmo qiyin ahvolga tushib qolgan zamonlar edi. Kişiler 10 yıllık medeniyet inqilabı ve Jungo Kompartiyasının hükümranlık qilish tarixini qayta o'ylanishga başladı şu devirde. Xitoycha fansi deydi, şu vaqtda musha qayta o'ylanish degan jamiyatni qoplagan adabiyot, san'at, ijtimoiy fan, aloqa, matbuot hammani. Jungo tarixini o'ylanish, Jungo Kompartiyasini qayta o'ylanish deydi. Jungo nega bordi? Kişiler bu yolda cevap izlashga başlagan edi. O çağda Xagop'un partiya, armiya rəhbərligida turatdı. Mavzudong'un izbasarı idi. 1976-yılı 10. ayının 26. günü Xagop'un Təşviqat Ministerliğinin dokulatını anlagan çağda mındaq degan. 4 kişilik guruhda qo'shimcha Deng Xiaopingni tanqidlash kerak. Mavzuluq so'zlagan so'zlarini tasdiqlagan, narsalarni so'zlagan. Deng Xiaopingni tanqidlash kerak. Masalan, Mavzudong so'zlagan so'zlarni, tasdiq salgan tasdiqnomalarni tanqid qilmaysizlar. Deng Xiaoping bilan 4 guruhni tanqid qilishlar deb yo'l yo'riqmagan Xagoping dedi. Va ishga umuman nazariyasini o'tirib qo'ygan edi. Xitoycha fanshi deydi. Fanshi deganning o'zi umuman undaq. 1977-yılı 2. ayının 7. günü şu vaxtki siyasi kayfiyatga vakillik qiladigan Jungo Kompartiyasının iki gazet bir jurnali. Masalan, Mirbo Xalq gazeti, Jefang Ozodlik Armiya gazeti, Hungchi Qizil Bayraq qatorliq matbuotlar, gazetlar maqola e'lon qilib, iki umumanni rasmiy o'tirib qo'ygan edi. Shu vaqtda Xagopingning tasdiqi bilan. Umuman Mavzudong qaral qilgan narsalarni qat'iy qo'g'dash, birinchi umuman. Ikkinchi umuman Mavzudongning ko'rsatmasiga boshdan oxir amal qilish. Jungo Kompartiyasining aloqador torbeti Rim Wang bir parcha maqola e'lon qilib, bunday ko'rsatgan. Ikki umuman jamiyatning davriy xarakteriga kirib qolganligi, olg'i ilgirlamaslik, to'xtab qilishning sabablari bilan munosabatlik o'tirg'i chiqdi deyishdi. Ikki umuman Deng Xiaoping Qin Yun qatorliqlarning qat'iy qarshi turishi qo'shirdi.
1977 yılı 4. ayının 10. günü tehe vazifesi asliga keltirilmegen Deng Xiaoping, Hua Guoping Yejayin merkezi hükümetki yazgan bir parça xetide iki umumanni tanqid qilib, haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turishni ta'kidladi. Xatdan keyin Deng Xiaopingning xizmatini asli keltirish muqimlashdi. Çünkü Kompartiyasi eğer kriz ichida solg'i buraldi. Wang Hu'nun bir yolda başlamçı bo'ldi. Wang Hu'nun bu yolda başlamçı bo'ldi. Endi 2 oylar tugudimi? Hozir Markaziy komiteti 7 doimiy hay'at var. Uning birisi Wang Hu'nun. Balki aqldamoni, Rais Xi Jinpingning aqldamoni maslahatchisi. Shundaqla siyosatda, tashqi siyosatda tuzguchi. Hem Jungo'da ideologiya sepiga, teşviqat sepiga rahbarlik qiluvchi kishi. Hozir nima deydi? Jungo Kompartiyasi eğer krizisda qoldi, buraldi, solg'i buraldi. Wang Hu'ning bu yo'lda boshlamchi bo'ldi. Yaqin 2 yildan beri eğer kriz petib qolgan Jungo Kompartiyasi davomini anglaysiz vatandosh.